o'zlaring bilasizlar, Koreyadagi obunachilarim ertaga men Xorazm haqida efir qilmoqchiman. Xorazmliklar meni ko'rayotgan bo'lsalaring, kanalga obuna bo'linglar. Chunki ertaga dahshatli video chiqaraman. Imенно prezident administratsiyasiga murojaat qilingan bu temani ustidan. Uni men ertaga joylarini qo'yib, kesib, chotki qilib u nimani olib chiqaman. Xorazmda shunaqa tartibsiz ishlar bo'lyapti ekan. O'zlaring bilasizlar, Xivada turistlarning joyi bor. Yerda nima sotilishi mumkin? Yerda o'sha duradgorlar, o'sha mehnatkashlar, imенно o'zbek millatining narsasini, o'zbek to'ppilari, cho'pon, Xorazmda mana to'ppilari bor, pichoqlar, har xilcha suvenirlar sotiladigan joyda eshitishimcha do'stlarim, yerda Xitoyda tovarlarni sotib, o'sha yerda ham biznesga aylantirib olishibdi allaqachon. Masalan, Amerikadan kelayotgan yoki Yevropadan kelayotgan narsa, turistlar amerikanskiy narsa olmaydi. Yerda imенно o'zbek millatini, o'zbek xalqini narsasini olib, sotib olib ketishadi o'zlariga. Bu dalbayoblar Louis Vuitton, Versace mana shunaqa narsalarni sotyapti. U senlar uchun Versace zo'r deb tuyulishi mumkin, lekin Amerikada uchun emas. Amerikaning baraxolkasida Versace, Louis Vuitton sotiladi. Buni do'stlarim ertaga efir qilaman. Bafur